Turkiya Respublikasida 5-dan 16-may kunlarigacha 5-xalqaro eng ilg'or merganlar jamoasi musobaqasi o'tkazildi. 15 ta davlatning 40 dan ortiq jamoasi ishtirokidagi bellashuvda O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligining merganlar jamoasi ham munosib qatnashdi. Muxbirimiz lavhasi shu haqda. Turkiyaning Isparta shahridagi Komando tog' o'quv mashqlar markazida o'tkazilgan musobaqada O'zbekiston, Turkiya, Pokiston, Qatar, Ozarbayjon, Italiya, Birlashgan Arab Amirliklari singari 10 dan ortiq davlat, shuningdek kuzatuvchi maqomida Turkmaniston, Qozog'iston, Buyuk Britaniya va Kuvaytdan vakillar ishtirok etdi. Musobaqa ishtirokchilari guruhlarga bo'linib, bir-biridan murakkab 15 ga yaqin shartlar bo'yicha bahs olib bordi. Xususan, harbiy jamoalar yuqori burchak ostida o'q otish, gaz niqob taqib jangovar o'q otish, turli to'siqlar ortidan o'q otish, havodagi vertolyotdan o'q otish, orolni himoya qilish va qayiqdan jangovar o'q otish, nishonga sezdirmay yaqinlashib o'q otish, tunda noma'lum masofalarga o'q otish va syurpriz shartlarni bajardi. Qariyb 10 kun davom etgan bellashuvlarda xorijiy davlat armiyalarining 48 ta jamoasi ichida O'zbekiston Mudofaa vazirligi harbiy xizmatchilari faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdi va oltin medalga sazovor bo'ldi.